Butun endoskopchilarga yezib. Hozir mana mikrodiskdan yaqinlik mikroskop yordamida 4-5 bel o'rtasidan kirib oldik. Razrezimiz uzunligi 1,5 sm ga yetib yetmaydi. Qaysi ochiq usulda operatsiya qiladigan shunaqa kichik mana do'stlik orqali javob beriladi. Marhamat kommentariyga yozinglar yoki endoskopchi do'stlaringiz tanishtirib. Agar sizda ham shunday kasallik bo'lsa, vaqtni boy bermang. Farg'onada yetakchi bo'lgan neyroxirurg Jalolov Jahongir qabuliga yoziling.